Dostlar, sizlere 2024-yil ishlab chiqarilgan avtomat style Cobalt metan gazlar mustarofi qilingan 5000 probeg yurgan Cobalt'imizni zo'r senada, zo'r narxda egalardan sotib berarga turibdi. Mashinamizning pulini gelish o'lmadik. Zo'r narxda olib qoldik do'stlar. Reklama qilamiz, ko'rib boraverasizlar. 2024-yil avtomat Cobalt 5000 probeg yurgan, rodnoy, kuzovda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Nomer agalla 4,5 milyon nömerizi pılı metan gaz koyganlar. Arkada metan gazdan var. 5000 euro turibdi avtomat, ABS maytafonları var. Bağat avtosavdoda 153 milyon so'mga koydu. 2024 chassi. Mashina do'stlar, umuman defekti yo'q. Buni egalari elektromobil savdolashgan ekanlar. Shu sababli pul yetmay turibdi ekan. Shu sababli sotilyapti mashinamiz. Bağat avtosavdoning 2-filialida. Endi bir yandan kuzatamiz. Kuzovini e'tibor etasizlar, chotki holatda. Arka taraftan görünüşü somkeler joyida, Dankrat bonkürler hammasi joyida. Metan gazda yangi ustunoga qilingan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Sotuvda. Mashinamizni barter asosida, naqd pul asosida, kredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, Chisi Style 24 5000 probeg turibdi. Avtomobilimiz rodnoy metalli ustunoga qilingan, puli 153 milyon so'mga turibdi naqd pul. Krediti 14 milyon 500 ming bo'lsa, oylik to'lovi 5 yilga chiqadi, 4 milyon 700 ming so'mdan chiqib turibdi. 14 milyon 500 ming bilan minib ketsangizlar bo'ladi. Notariusga aylangan deylik. Shuning holatdagi mashinamiz avtosavdoda sotuvda. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Ikkinchi filialda turibdi. Pastni nomerlarga qoldirib beraman. Telefon urib, svязлashib, qo'ldan kelgancha yana ozgina 1 so'm, yarim so'm qaytarishga harakat qilamiz. Ustuna kelsangizlar, xudo xolasa egalarni bir tushuntirib, nima deydi? Yaxshi insonlar, mashinalari do'stlar, gap-so'zlar tushuntiribdilar. Shuni sena qo'ysa, tezroq sotiladi degan bilan shuni sena qo'ydirtirdik hozir. Hozir bu narsani nera borsangiz ham hisob-kitob qilib ko'ramanglar. 5000 kilometr yurgan, to'g'ri, 5000 yurgan, lekin 0 probegini shu 24ni 148 topishdim qiyin do'stlar. Oq svetini 148 ga yo'q, 150 ga daj yo'q. 150 ga topish qiyin. Qarayinglar, internetni ko'ringlar. Shuni mashinalar 148 million beram ekanlar. Bunga nomer olganlar. Siz 148 million topsangiz, olib sotalar endi 148 million olib o'tiribdi buni 24ni, 0 vajini. Dan short sprepga 2 marta nomer xarid qilishingiz kerak. Bunda uji bir olingan. Metan qo'yishingiz kerak, plus. Uni o'zan bir 4-4,5 million so'm chiqib boradi. Texpasport almashishi kerak, hisob-kitob qilib ko'raylik. Sal kam 10 million so'm rasxod qilinib turibdi. Minus qiling, metanni nomerini minus qiling. Minus qilsangiz 153 dan 143 million xarid qilib turibsiz. To'g'ri 5000 yurgan. Shuning uchun ham arzon bo'lib turibdi do'stlar. Avtosavdoda sotuvda krediti 14 million 500 bilan olasizlar, oylik to'lovi 4 milyon 700 ming so'mdan 5 yilga kreditga chiqadi. Ko'proq pul o'tirsangizda oylik to'lov tushib kelaveradi. Xarid qilaman desangiz avtosavdoda sotuvda kutamiz, tavsiya etamiz. Kelishlaringizni so'rab qolamiz. Shuni sotiladigan mashinalar bo'lsam, bemalol kelaverasizlar. Zo'r qilib, cho'tlik qilib savdo qilib beramiz. Savdo zo'r, avtosavdoda. Rahmat.